Assalomu alaykum azizlar. Bugungi videomiz biz sevib iste'mol qiladigan shvit yoki ukrop haqida bo'ladi. Shvitning asl vatani Osiyo hisoblanadi. Hozirgi kunda bu xushbo'y o'simlik O'zbekistonning hamma hududida ziravor, dorivor sifatida o'stiriladi. Uning tarkibida efir moylari, flavonoidlar, uglevodlar, fitonsitlar, kletchatka, vitamin C, B guruhidagi vitaminlar va makroelementlar mavjud. Buyuk tabib Ibn Sino bu o'simlik haqida buyrak va qovoqdagi toshlarni maydalash, tomchilar siyish, ich qotish, isitmadan kelib chiqqan me'da haroratiga davo deb ta'kidlagan. Xalq tabobatida ukropning yer ustki qismi hamda meva damlamasi hazm jarayonini yaxshilovchi, ishtaha ochuvchi, yil haydovchi, ichaklarda bijg'ishni sekinlashtiruvchi, ichak og'rig'ini qoldiruvchi, tinchlantiruvchi xususiyatga ega. Bundan tashqari, emizikli ayollar sutini ko'paytirish, qon bosimini tushirish va ko'z kasalliklariga davo hisoblanadi. Uy sharoitida damlama tayyorlash. Birinchi, ukrop o'tidan 2 osh qoshiq miqdorda olib, uning ustiga yarim litr qaynoq suv quyilib va damlab qo'yiladi. Sovigandan so'ng suzib olinib, qon bosimi oshganda, qabziyatda yoki ich dam bo'lganda ovqat oldidan yarim stakandan kuniga 3-4 mahal ichiladi. Ikkinchi damlama. Shvit mevasini maydalab havonchada, undan 2 choy qoshiq olib, ustiga 300 ml qaynoq suv quyiladi va aralashtiriladi. Hamda damlab qo'yiladi. Sovgach, bu sharbatdan katta kishilar ovqatdan oldin yarim stakandan kuniga 3 mahal ichishadi. Bu damlama go'daklarning ichaklarida yil, ya'ni gaz yig'ilsa 1 osh qoshiqdan ichiriladi. Shvit suvi qon bosimi past kishilarga tavsiya etilmaydi. Demak, bu shifobaxsh damlama qon tomirlarini kengaytiruvchi, balg'am ko'chiruvchi, tomchilab siyishga, qabziyatga, yil haydash va qovoqdagi toshlarni maydalash xususiyatiga ega ekan. Azizlar, kanalimizga obuna bo'ling, like bosishni unutmang. Fikrlaringizni izohlarda qoldiring. Biz bundan mamnun bo'lamiz.